Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Gul pastavkalarimizni xudo xolasa mana yana davom ettirib yasayapmiz. Chiroyli qilib. Xo'p, bular har doimgidek 5 talik gul pastavkalarimiz. Rosti 90 cm bo'ladi. Xo'p, chirinasiga dilinasi 44 ga 40 cm razmerda bo'ladi. Xo'p, bunimizni mana yangilik svetda qildik. Rangi oq mramor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib qilyapmiz. Bunimizni noshkalari siljimaydigani ham bor, g'ildirayligi ham bor. Xo'p, g'ildirayligi bemalol siljitib, taylari chang bo'lsa tozalab, yana joyiga qo'yib, qulay. Har tomonlama qulay qilib yasaganmiz. Xo'p, bularni qatga qo'ysa bo'ladi deb o'ylayotganlarga, oshxonalarga, kafelarga, uylarga, maktab, bog'chalarga bemalol tushadi. Dekorativniyda mana gullarni shunaqa qilib qo'yib qo'yganmiz. Bu o'zi aslida 5 talik rasmda, shu o'rtasiga ham bitta qo'yiladi. Hozir kichkina gul qo'yganmiz. Bunga tabiiy gullar qo'ysalar ham bo'ladi. Tagiga o'sha tarelkasini qo'yib, bemalol og'irlikni ko'taradi. Gul tushadigan joyi 16 cm ga 16 cm bo'ladi. Doskasi xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Endi bu tomonda yangilik qilib shu polkamizni qo'shdik. Razmerlari 1.66 ga 50 cm bo'ladi. Buni afzalli tomoni ozgina joyingiz egallaydi xolos. Hali uy torlarga yoki oshxonalarga, salonlarga qo'ysalar ham bemalol asqotadigan narsa bo'ladi. Oldi ayni orqa tomoni esa polka bo'ladi shunaqa. Xohlasalar orqa tomoniga kitoblarni terib turib, kitob javon qilib olsalar ham bo'ladi. Xohlasalar parfumeriyalarni terib turib, salonlarga qo'ysalar ham bo'ladi. Bu afzalli tomonlardan biri, yana bir afzalli tomonlardan biri 360 gradusda hech qanaqa mushat qilmasdan aylanadi. Temir mexanizm qo'yilgan. Xo'p, materialiga keladigan bo'lsak, rossiyskiy laminat LDSP bo'ladi. Rangi gladki oq rangda. Buni har bitta teshiklarini o'sha stanoylarda teshib, cho'tki qilib yiqqanmiz. Xudo xolasa ideal, qulay narsa bo'ldi. O'zlaring baho berasizlar bunga. Pastavkalarimiz ham sotuvlari yaxshi bo'lyapti. 12 talik pastavkalardan ham qilib beramiz akasi bo'lsa. Xo'p, manzilni tushuntiradigan bo'lsam, manzilimiz Marg'ilonda Gagarin degan joyda. Uydan olib ketsalaring, bularni 250 ming so'm qilib beramiz. Agar buni uydan olib ketadigan bo'lsalaring, dastavkasi ichida Marg'ilon ichi 900 ming so'm qilib beramiz buni. Boshqa 12 ta viloyatlarga bo'lsa, 1 million 50 mingga dastavkasi ichida qilib beramiz. Bular ham boshqa viloyatga bo'lsa, o'sha necha pul bo'lsa, o'shanisini hisoblab turib qilib beramiz. Lekin atak uydan olib ketilsa, 250 ming so'mdan qilib beramiz. Buni 900 ming so'm Marg'ilon ichi dastavkasi bor. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.